ikki safarga gapirgan masalalar, xatolar masalasi hali ham o'shanda turibdi. O'zgarmayapti. Mana siz bilan gaplashgandek qalqala masalasi. Haligi o'rganib qolsa til aytmaydi bu narsa. Masalan, yav. Vda qalqala yo'q-da. Biz bitta qalqala harf qo'ydik, bu ham bo'lsa, sani b. O'shanda bor xolos. Unda ham qalqala nimani hisobiga chiqyapti desa, qalqala mahrajdan uzoqlashishda, tovush tugamasdan oldin mahrajdan uzoqlashgan hisobiga a bo'lib qalqala chiqyapti. Unda ham v da ham tovush tugamasdan oldin la oldiga chiqadi-ku v au bo'lib. Tugamasdan oldin labni uzoqqa qaytib qo'yadi. Avval. Qaytib ketganda boshqa tovush paydo bo'ladi. Bizga bir xil tovush kerak. Au, iu, u. Tushunarli? Yerda ham shu. Ay, i, uy. Bizda hozir ayye, iye qolyapti. Ayye, tovush tebranadi. Ayye qolyapti. Bunaqa emas. Ay, i, uy. Hozirlarda qalqalani yo'qotaylik desa, biz tovush tezlashtiradi. Ay deb qo'yamiz. Tovush tezlashtirish emas. Tovushdan shunchaki qalqalani olish kerak. Ya'ni mahrajda turish kerak tovush deguncha. Ay. Masalan, farqi yo'q. Qancha uzoq tursa, tovush tugaguncha turish kerak. Biz tovush tugamasdan uni qaytib ketib qolamiz uzoqqa. Tanvinni ham juda ko'p ketyapti. Masalan, mana aban, to'g'rimi? Aban. Biz nima qilyapmiz? Abani. N deb til tepa-tanglarga yetyapmidi? Tovush tugamasdan tilni qaytarib olyapmiz. Abani. Bo'lib qoladi. Bunaqa emas. Aban, baban, babin. Tushunarli? N qancha ushlab turing, farqi yo'q, faqat erta qo'yib olmasangiz bo'ldi. Ya'ni tovush tugamasdan oldin tilni uchini tanglaydan qo'yib olmasangiz bo'ldi. Biz shuni qo'yib olyapmiz va buni o'zimiz his qilmayapmiz. Lekin e'tibor bering mana. In. Farq borda nozik bo'lsa ham. O'sha narsaga amal qilishimiz kerak. Ya'ni qalqala yo'qmi? Qilmasligimiz kerak. Undan keyin bularni 2 soatdan beri qiynayapti. Mana shu joydagi ta'min qonlarni cho'g'li mana alif. Nima qilyapti bu alif? Birinchi ta'min mavzusida gaplashdik. Al o'z bilan nima olib yuradi dedik? Alif olib yuradi. Mana al o'z bilan doim alif olib yuradi dedik. Va bu alif talaffuzda hech qanday vazifa bajarmaydi. Faqat grammatik vazifasi bor dedik. Demak, bu alifga biz e'tibor bermaymiz. E'tibor qachon beramiz? Yozayotganimizda kimdir bizga anli so'z aytsa, ron deb yozib bersa, o'sha paytda mana ronni. Mana qo'shib qo'yishimiz kerak. Lekin talaffuzda bunga hech qanaqa e'tibor berilmaydi. Tushunarli-ga? Tushunmaymizmi? Haligi masalalar, jabr ishlash masalalari ishlataylik. Qolib ketmasin. Ishlasin mana bo'lsa. Og'iz o'rtacha ochilishi, lav oldinga chiqishi, hozir biz ani o'qishni o'zida qiynalyapmiz. Ani b-midi, v-midi, va-bamidi, va-bamidi. O'shani o'zida qiynalayotgani uchun mahrajga nima qila olmayapmiz? Ishlamayapmiz. Uning uchun ani o'qishga berilgan vazifani ko'proq o'qishingiz kerak. Keyin harf tanlaganingizdan keyin siz bemalol nima qila olasiz? Qoidaga ishla olasiz. Hali harf tanlamagan odam qoidaga ishlashga qiynaladi. Ya'ni bu degan 10 ta 15 ta o'qigan odam hech qachon arabcha talaffuz qilib bera olmaydi. Arabcha talaffuz boshqa narsa. Go'zal u. Ishoning talaffuzingiz arabcha bo'lsa, o'zingizda masofa olasiz, o'zingiz eshitib. Talaffuzingiz arabcha talaffuz eshitgansiz, o'zi arabcha talaffuz eshitgansizlar, arabcha gapirilgan boshqasi. Boshqacha narsa u. Ishoning qalbga yetib borishi o'ta tez arab tilida. Qalbga yetib borishi. O'shaning uchun siz o'rganyapsizmi? Men to'g'ri talaffuz qilaman deb o'rganing. Bizni hozir o'rganishimiz o'sha gapdan-da stoldan bo'layapti hozir. Inglizga bormaysiz stolda. Ingliz tilga bitta yig'laydi bo'ldi. Ya'ni o'zini haqqini bermasak bo'lmaydi. Boshdan o'rgansak shu narsaga odatlanamiz. Hozir biz boshdan o'rgana olmaymiz. Pauza bosib turing. Bitta margaret kerak. Qaraga o'xshaydi. Ko'zimga yo'q. Xo'p, bugun o'tadigan harflarimiz. Yen o'tganmiz, v o'tganmiz, endi bugun t o'tarkanmiz. Yaxshilab e'tibor beramiz. T harfi bo'yicha gaplashamiz sizlar bilan. Birinchi masala, harflar ko'rinishi bor. Alohida so'z boshi, so'z nuqtasi, so'z oxiri. Bugungi o'tadigan harfimiz T harfimiz. Ko'rinish jihatdan biriga o'xshaydi, faqat nuqtasi farq qiladi.
nuqtasi, ikkita tepasi, ikkita nuqtasi, ya'ni kulgan stiker bo'lsa, T bo'ladi. Qisqasi, tepada ikkita nuqtasi bor, harf T. Ikkita bor bular harfida. Q bor, T bor. Hozir biz Q nuqtalikmi? Demak, ikkita nuqtali harf nima bo'ladi? T da bo'ladi. T nechta ko'rinish ekan desa, 4 ko'rinish. Bu degani ikkala tomonga bemalol ularni oladi. Hop, endi T satr ostiga tushadimi, tushmaydimi degan masala. T satr ostiga tushmaydi. Tushadigan satrni ustida yozamiz. Endi T tarafimizga to'xtalamiz. T tarafimizda T tepasi A kelsa, A qilib ko'ramiz. I, tu, at. Hams sifati bor. Hams degani havo oqimi chiqishi kerak. Havo oqimi bor bu harfda. Qaranglar, havo oqimini qanaqa ko'rsatib beraman. Mana shu yerda sizlar cheklab qo'yinglar. Mana yer o'sha qog'oz ko'rgansizlar, mana qarang. Ta, ti, tu. Harakatga kelyaptimi? Yo'q. Endi qarang. At. Harakat bormi? Ya'ni T harfi sukuni bo'lganda ham sifatga ega. Havo oqimini qo'shishimiz kerak ozgina. Hozir ko'rgan harflarimiz yo'q edi. Masalan, B da yo'q edi. Ba, bi, bu, a, b, i, b, u, b. Ko'ryapsizlar? Ro, i, ru, ar, ir, ur. Yo'q-a? Yengil qog'oz olganman. Ya'ni bularda havo oqimi bo'lmasligi kerak. Kimda ab bo'lib qolayotgan bo'lsa, demak xato. Noto'g'ri talaffuz beryapti degan. B da masalan, ab bo'lib qolsa. Ab, ib, ub. Qalqanada ham havo oqimi bo'lmaydi. Bu yerda nima bo'lar ekan? Hams. Hams degan pichirlab gapirish degan. Pichirlab gapirganmisiz? Pichirlab gapirib ko'rsangiz, bilasizda, iloji boricha ovoz yo'qotib, nima asosiy planga chiqadi? Havo oqimi asosiy planga chiqadi. Qisqasi, umumiy shaklda hams. T sukunli bo'lganda hams sifatini berishimiz kerak. At, it, ut. Tushunarli mana? At, it, ut. Ko'rasizlar? Lekin harakatli bo'lgan holatda yo'q bu narsa. Ta, ti, tu. Ya'ni harakatli bo'lganda ta, ti qilib yurmang. Unda yo'q. Faqat sukunli bo'lgan. Ozgina nima qilarkanmiz? Havo oqimini qo'shamiz. Tushunarli? Agar o'zimiz tildagi T bo'lib qolmasin, at bo'lib qolmasin. Tabiat deymiz-da biz. Tabiat demaymiz hech qachon. Ozgina qo'shamiz. Tushunarli? Aniqmi? Kitoblar ochilib o'qiymiz. Ketdi. Orqamdan jonli ijro. Qo'lni qo'yamiz. Ko'rib turay qayerga ketayotganimizni. Kim tuzatmayotgan bo'lsa, tikka turadi. Ketdi. Ta, ti, jamla. Tu, cho'zamiz. Ta, ti, tu, tan, tin. Mashallah endi qalqala bo'lyapti. Tin bo'ladi. Tin, tun, ketdi. At, it, ut, bat, bit, but, tabi, qalqalang. Tabi, tibi, tubi, tabi, tabi, tabu, tuba, tubi, tubu, abat, babat, tabat, atat, batat, tubatu, tubata, tubati, cho'zamiz. Taba, tabat, bata, batat, butun, tutun, taba, yatubu, taibun, tawwabun, law, oldinga chiqaramiz. Tawwabun, bata, yabitu, bayatun, bayyata, yubayyitu, tabyitun. Tushunarli bu? Endi mana shu yerda bitta qoida qo'shib ketyapti kitobimizda. Nima qoida desa, qani yana mana bunaqa ikkita ko'rinishi bor. Mana so'z oxiridagi ko'rinishi deydi. Va alohida o'xshaydigan ko'rinish. Umumiy shaklda mana shunaqa ko'rinish bor. Bu qanaqa desa, bu
qizlar ismi odatda arab tilida bo'lsa, oxiri a bilan tugagan bo'lsa, mana Madina, Oydina deganlar bor-ku. Ashlar oxirida t bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Masalan, haligi alimun degan so'z eshitgansiz, olim degan. Qizlar ayol kishi nima deydi? Olima deydi. Mana t bor o'zi aslida. To'xtash hisobiga bir h bo'lib ketadi. Haligi Makka degan so'z ko'rganmisiz? Makka degan so'z mana bu shaklda t bor oxirida. Inglizcha yozuvini ko'rsangiz Makka deb yozib qo'yadi. Madina deb yozib qo'yadi. Yana oxirida t bor. Buni to'g'ri gaplashamiz. Lekin bu t bor. Bu t nimani bildiradi? Steshinskiy. Qizlar ismini ko'pida t bo'ladi. Endi agar haqiqiy arabcha ism bo'ladigan bo'lsa, katta qismida t bo'ladi. Ba'zi bir arabcha ismlarda t bo'lmay qolishi mumkin. Lekin Madina, Oydina, farq yo'q. Marjona t bo'ladi oxirida. Talaffuz yo'q-ku deb t yozmayman men. T yozmasangiz mush yo'q qolasiz. Ya'ni bizda ham rus tillarida oxirida yeva qo'ysa familiyada. Yev qo'ysa, yeva qilsa jinsiy rol bo'ladimi? Yev qo'ysa, muskul. Xuddi shunaqada, garchi talaffuzda yo'q bo'lgani bilan yozmasangiz yozuvda marjon berib qoladi. Tushunarli? Demak, buni ham nima deb o'qiymiz? T deb o'qiymiz. Ketdik. Pastdan o'qiymiz. Tawbatun, tutatun, bidatun, bibatun, ayyatun. Hali mad belgisi bo'lsa, alifta qilib o'qiymiz degan mana bu shakl bo'lsa. Demak, ayatun. Ben tashdid olgan-ku. Ayatun. Bi ayatin. Ba'atun. Abwatun. Ubuwatun. Iba'atun. Tushunarlimi? Lozimiga baytimiz keyingi harfni ham qabul qiladi-ya? O'sha bo'ladi. To'ldimi yo? Oldilar. Sen e'tiborga oltira bo'lsang. Keyingi harfimiz nun harfi. Demak, nun harfi ham to'rt ko'rinishli, faqat buni alohida bilan so'z oxiridagi ko'rinishda bo'ladi, satr ostiga tushadi. Masalan, bitta uchtasini bir xil yozib beraman. Mana so'z boshi, so'z o'rtasi, mana so'z oxiri. Ko'ryapsizmi? So'z oxidagi ko'rinishi. Mana bu ko'rinishi. Satr ostiga tushadi. Demak, satr ostiga tushadigan harflar nechta ekan desa, nda ikkita. Alohida bilan so'z oxidagi ko'rinishi nima bo'lar ekan? Satr ostiga tushadi. Hop, n harfi bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, n tepasiga kelsa aql ko'rasiz. Na, ni, nu, an, in, un. Hop, nani o'ziga xos xususiyati nima desa, unna degan sifati bor. Unna nima sifatda olsangiz ham bo'ladi, farq yo'q. Sifatda olsangiz ham bo'ladi. Unna nima? Unna dimoqdan chiqadigan tovush deydi. Dimoq. Burundan chiqadigan tovush. Odam nima qiladi? Bundan gapira oladi-ya? Masalan, men burundan gapirsam, gapimga ham tushunmay qolasiz. Chunki nomlar gapirayotgan bo'laman-da. Burundan gapirayotganim uchun. Nada o'sha burun tovushi bor. Mana. Da, at, in, ut. Ko'ryapsiz? Yoki bo'lmasa mana qarang. In tovush o'zgaryaptimi? In nimaga? Kelayotgan tovush yo'lini ochib yopyapti. Lekin qarang. Ir, az, ab yo'q bularda. Ha? Masalan, abba. Lekin sizda mana shuni burunni bekitsangiz, abba deb qolayotgan bo'lsa, demak sizda noto'g'ri tovush bor degan. Siz burundan o'qib qo'yapsiz degan. Ba'zilar o'zi bilmagan holatda burundan o'qiydi. O'zi bilmagan holatda burun tovushi. Bu nimani hisobiga kelib chiqadi? Masalan, arab tilida bizdagilar juda ko'p qiroatga qiziqadi. Ovozga qiziqadi. O'sha orqasida takrorlaydi. Hali harf o'z o'rnidan chiqmasdan turib, o'sha ovozga qiziqqan odam o'zi bilmagan holatda burun qo'shib qo'yadi. O'zi bilmagan holatda. Ya'ni yo'q joyda. Biz hozirgacha o'tgan mana bir o'tdiga abi, ibi, ubi burun yo'q. Hop, yana o'tgan harflarimiz. Masalan, va o'tdik. Au, iu, u burun yo'q. Ay, i, uy burun yo'q.
nima bor? N da bor. N'dan boshqasi yo'q. N'dan boshqa mimda bor, mimni endi o'tamiz. Ya'ni biz o'tganlargacha yo'q hozircha. Biz o'tganlarda faqat nima bor ekan? Nunda bor. Qolgan harflarni bir o'zingizni masalan o'qiyotganingizda N'dan oldingi harflar o'qiyapsiz, bir-birini bekitib o'qib ko'ring. Ba'da, va'ba, va'ba, abba. Hech qanaqa bunga nafas kelmayaptimi? Demak, siz to'g'ri yo'ldasiz. Lekin o'qiyotganingizda va'ba, abba deb qolayotgan bo'lsa, demak, nima qilishingiz kerak? To'g'rilash kerak. Chunki hozir siz yangi fundament qo'yapsiz. Iloji boricha qog'ozlarda ko'rsatib beryapman, burunni ochib yopib ko'rsatib beryapman. Bu haliga nima deydi? Misol sirk ma'nosida emas. Bu uyda qo'llang. Ya'ni xatoni aniqlab olish uslubi. Xatoingiz bormi yo'qmi? Masalan, o'tgan hamlar shu paytgacha mana chekka yoki bo'lmasa shunga o'xshash yengil qog'oz toping, o'rtasiga emas, eng pastiga. Chunki zarba tez qabul qilish mumkin bo'lgan qism o'rta bo'lmaydi. Chekkasi bo'ladi. Burchak. O'shaning uchun kichkina qog'oz olib, kichkina emas endi. 12 o'rnali qog'oz olib, daftarni orasini farq qilib, burchagiga to'g'rilab tanaffus qilib, sukunli qilib, harakatli qilib. Qaysidir havo oqimi ketayotgan bo'lsa, demak o'shanda xato bo'layotgan bo'ladi. T'dan tashqari, biz o'tganlarda. O'qib ko'ring bir tez bekitib. Qaysidir burningizga tovush ketayotgan bo'lsa, N'dan tashqari, demak xato bo'ladi. Masalan, ta'minda ham N bor. Unda ham xato bo'lmaydi. Lekin agar biz o'tgan V, T, Y'larda bo'lib qolsa, demak o'sha harfda sizda nima bor? Kamchilik bor. Oynak bilan ishlang. Og'iz, jag ishlayaptimi? Ishlamayaptimi? Qilishim kerak shuni deb. Ya'ni foyda sizga. Asosiy effekt sizga. Tushunarli-a? Chekdim. Chekdim. Xo'p, neni ochinglar. Ketdik. Na, ni, nu. Cho'zamiz. Na, ni, nu, nan, nin, nin emas, nin, nun, an, in, un, anna, inna, ana, anta, anti, antunna, ibnun. Mana ibnun qilib kelmang keyin safar. Ibn qalqala bor. Ibnun. Abnaun. Bintun. Banatun. Ibnatun. Ibnin. Ibnatin. Ibnan. Ibnatan. Bintun. Bintin. Bintan. Nabata. Yanbutu. Nabatun. Nabatun. Nabatatun. Nubutun. Anbata. Yunbitu. Inbatun. Tushunarli-a? Mana bu joyda rasm turibdi. Mana tilni uchi qaysi nuqtaga tegishligi-yu, qo'shimcha yana qayda burundan tovush chiqishligiga ishora berib, rasm ham turibdi. Mana tushuntirib qo'ygan. Har mahraji tilning uchi yuqori old tishlarning milkiga tegib, bunga dimog'dan chiqadigan g'unna qo'shiladi. Ya'ni burundan chiqadigan tovush qo'shiladi. Siz bir kuni tugatishingiz kerak masalan, sifatli tugatishingiz kerak. Sekin-sekin xatolar bartaraf etib tugatishingiz kerak. Tushunarli-a? Abnaun. Un bo'ladi. An, in, un, a, i, u bo'ladi. Bo'ladigan holatda. Tushunarli-a? Xo'p, kim tushunmadi bugungi mavzuga? Yana qo'shinglar. Xo'p, sizlarga shunda vazifa bo'ladi. 30 millimetr. Sanab qo'ying 30 tani. Keyingi safar bilmadim, ko'p o'qidim deganni boshdan o'qisa sanata boshlaydi.
Bu safar chindamadi. Va undan keyin bu safar xonada turgan bo'lsa, keyin safar tashqariga chiqarib olaman. Qachon o'tsa qilasiz, keyin kirgizaman. Ungacha kirgizmayman. Darsdan qolib ketasizmi, boshqa bo'ladimi? Endi sizga natija kerak, menga ham natija kerak. Siz meni aytganimni qilmas ekansiz, meni birinchi navbatda sizga keragi yo'q degan. Chunki dunyodagi eng zo'r o'qituvchi bo'lsa, eng zo'r o'quvchiga vazifa qildira olmadimi? Demak, o'qituvchining o'quvchiga keragi yo'q. Vazifa qildira olmadim, keragi yo'q. Sizga men vazifa qildira olmayapmanmi? Meni keragim yo'q, to'xtatishingiz kerak. Vazifa qildira olsam, davom etsak bo'ladi. Chunki vazifa mana bu 70-80% ko'tarib beradigan narsa. 20-30% o'qituvchidan xolos. Mana nomer, kimdir nomerni eslab qolasiz-ku? Nomerni, masalan, yozishni to'g'ri eslab qolishingiz to'g'ri keladi, telefon yozishni olmaydi. O'shani eslab qolib, o'sha kuni ham uyga borib yozib qo'ysangiz, qoladi-da o'sha nomer sizda. Kontaktingizda qoladi. Lekin 3-4 kundan keyin uni eslab yozaman desangiz, o'sha esdan chiqqan bo'ladi, kech bo'ladi. Ya'ni men sizga ming tushuntirmay yetkazib qo'ygan bo'lsam, sizga vazifa qilmadingizmi? Befoyda. Vazifa qilmasangiz befoyda. O'shaning uchun oldin aytib qo'ying. Men sizga vazifa qildira olmadimmi? Tili tushadigan, mos tushadigan o'qituvchi bo'lsangiz men xafa bo'lmayman. Chunki hamma bir-biriga bunday tushirmaydi-da, tili-tiliga tushirmaydi. Lekin siz ham maqsadingiz, men ham maqsadim bitta. Natija qilishingiz. Boshqa narsa yo'q. O'shaning uchun bog'ingizni berib harakat qiling, 30 ta meni limitim, qolgani sizniki. Siz qanchalik arab tiliga muhabbat qilsangiz, shuncha o'qiysiz. Muhabbatingiz yo'q bo'lsa o'qimay qo'yasiz. O hali men arab tiliga qiziqaman, xohlayman o'qishni, befoyda gap bo'ladi. Lekin qiziqsangiz, o'shanga erishing. 1000 ta o'qimaysiz. O'shanga yarasha ajr bo'ladi, o'shanga yarasha natija bo'ladi. Chunki mashhur gap bor-a? Nima edi? Mashq qiyin bo'lsa, jangda oson bo'ladi. Ya'ni bu degani, men tomonidan qanchalik ko'p o'qisangiz, ko'zingiz shunchalik arab tiliga o'rganadi, nari tomondagi jumlalar, so'zlar bir-biriga o'xshayotganda oson qo'shib ketasiz. Lekin o'qimasangiz bu tomonda, borgan sari qiyinlashib boradi. Borgan sari qiyinlashib boradi, osonlashmaydi. Borgan sari qiyinlashadi. Lekin qilsangiz dars o'rniga qo'ying. Yaxshilanadi, lekin yomonlashmaydi. O'shaning uchun bir-birimizdan to'g'ri kelishib olaylik. Sizlarga vazifa 30 ta sanaysiz. Aql o'zingiz bilasiz. Domla 30 o'qidim, bundan keyin ham o'qidim, lekin bundan keyin sanaman. Xohlang sanang. Bu joylarga bitta kemadagi odamsizda, bitta kemadagi odamsiz degani mana bugun Asadbek 50 ta o'qib kelsa, Marjon 40 ta o'qigan bo'lsa, keyin safar Asadbek yana 50 ta o'qib keladi, bu safar 60 ta o'qiyman. Ya'ni bir-biringizga raqobat taklif qilishingiz kerak. Bir-biringizdan o'zishga harakat qilishingiz kerak. Lekin bugun Asadbek 5 ta o'qib turib, keyin safar Marjon ham 5 ta o'qigan bo'lsa, o'qiman, qilmagan. Ikkalamiz birga turib do'st kerak qilamiz deydi. Ya'ni jinoyatda odam nima qidiradi? She'riy qidiradi. Mana bugun mana Rustamni bugun o'zlari chiqib tursalar, 30 o'qimaganlar uchun. Keyin safar ana o'qib keladi. Yoki kelmaydi. Ikkitasidan bittasi bor, lekin uchinchisi bo'lmaydi. Chunki hijolat qiladi odam. O'zi qolsa hijolat qiladi. Demak, sizni dars qilmasligingiz yoningizdagi sherigingizga qilgan dushmanchiligingiz bo'ladi. Siz dars qilishingiz yoningizdagi sherigingizga yordamingiz bo'ladi. Sherigingizga, o'zingizga hech qanaqa nima qoldirmasligingiz kerak, fortishga chiqishga yo'l qoldirmasligingiz kerak. O'shaning uchun sizlar bitta kemadagi odamsizlar. Kemani qayerga borishi, qancha tezlikda borishi, qanday borishi, hammasi eshkakchilarga bog'liq. Sizlarga. O'shaning uchun iltimos bir-birimiz bilan kelishib olaylik. Chiroyli sifatli dars qilishga harakat qiling. Ertaga o'zingiz xursand bo'lasiz. Mevasini teradigan sizsiz. Daraxt oxirida meva qilib sotadigan vaqtga kelganda siz bo'lasiz o'sha. Men bo'lmayman. O'shaning uchun borimizni beraylik. Ertaga o'zingizdan xursand bo'lasiz. Natija chiqqanda. Tushunarli? Hech kimga savol yo'qmi menga? Ha. Tushunmadim. Bo'ladi. Hozircha vazifa, qo'lingizga daftar berdimmi? Shu paytgacha o'tgan harflarimizni daftarlardan topasizlar-da, orqasidan yozilgan. Yozasizlar. Yonga uchkadak, pastga uchkadak tashlab yozasiz.
zich o'qib ketasiz. Bir kala tashlab yozib tashlama. Yonga uchkada, pastga uchkada. Tushunarlimi? Mana shu shaklda uchkalaydi. Ketaverasiz. Bugungi o'tgan harfimizgacha. O'tgan harflarimiz masalan alif o'tdik, b o'tdik, vav, yo, t, n o'tdik, to'g'rimi? Altdan harf. O'shalarni hammasini yozasiz bu safarga. Keyingi safardan so'z yozishni ham beraman. O'shaning uchun ularni chiroyli. Maqsad o'rganaman deb yozing. Ham chakaga o'tish uchun emas. Ha? Iltimos sizlardan. Inson o'tishda bo'lsin. Ha. Bermadimi? Qanday bo'ling? O'chib qo'y.